Bu videoni maksimalni Amerikada trak haydab yurgan aka, uka, opa, singil hammalariga tarqatinglar. Maksimalni. Menga tipa podstava bo'lganday bo'ldi. Video davomida polni tushuntirib berib o'tib ketaman. Bekorga mana bu joyga videocha chiqarib qo'yganim yo'q. Чтобы fakt bo'lishi uchun, davlat like uchun, kommentariy uchun yoki o'zini axvatini, aktivini ko'tarish uchun bunaqa video qilib chiqarib yotibdi demasliklaringiz uchun. Akalar, bu facilityni adresini videoni tagida yozib qoldiraman. Qadrli dispetcher aka, ukalar, 2 marta, 3 marta bu joyga yuborayotgan odamni dokumentlarini ham bir qarab qo'yinglar. Men o'zim Amazonda ishlayman, lekin ko'chani yukini oldim. Ko'chani yuki bo'lgani uchun o'shanaqa facilityga borib qoldim. Keling, mana videoni tagida ko'ryapsizlar. Bitta odam kelyapti, men check-in uchun, ya'ni o'zimni yukimni tekshirtirish uchun telefon qilib tushuntirish kerak ekan yukni informatsiyasini. Telefon qilib tushuntiryapman. Men mana shunaqa yukingni olib kelganman. Qayerga olib boray? U joy shunaqa, u haqida ham video qilganman, undan keyin chiqaraman. U yerga bor, bu yerga borish qilib, men sarson bo'lib yotganimda bitta odam kelib qoldi. Kal, ochkichalari bilan. Kelyapti, mendan so'rayapti, "Sen bu yerda ishlaysanmi?" dedi. Men aytdim, "Yo'q, men bu yerda ishlamayman." Keyin undan so'radim men. "Sen bu yerda ishlaysanmi? Menga yordam berishga keldingmi?" deb. Agar ko'rgan bo'lsangizlar, bunday qilib nomerga qarayapti-yu, birdan yana qaytib mendan so'rayapti, "Qayerdansan?" deb. "O'zbekistondan" deb. Chunki men любой bitta odam mendan so'rasa, "O'zbekiston" deb javob berganman. Hozirgacha hech qanaqa problema bo'lmagan. Maslahatim, O'zbekiston demanglar hozirgi vaqtda. Chunki men O'zbekiston deganimdan keyin menga burilib qarayapti-yu, "Men seni ICEga topshiraman." Okey, ICEni chaqiraver, lekin nima sababdan chaqiryapsan? Sabab bo'lish kerak-ku. "Sen illegalsan" debdi. Men aytayapman unga, "Sen men illegal bo'lganimni qayerdan bilasan?" debman. "Balki meni green cardam bor, balki men citizenman" debman. "Sizlar illegal odamlar yuklarni tashib yuribsizlar" deb shu bilan chiqib ketdi. Bu odam prosta kelyapti-yu, mendan so'rab ICEni chaqiryapti-yu, ketyapti. Endi ICE u joyga keldimi, kelmadimi men bilmayman, chunki men yukimni topshirdim, chiqib ketdim. 15-20 minut ichida yukimni tushirib chiqib ketdim. Agar sizlar mana shu facilityga mobodo borib qolsangizlar, agar biron kim sizlardan mobodo kelibsan, qaysi davlatning odamisan desa, shu hamma joyga o'tadi-ku, pasporti, vizasiz. O'sha davlatlarni aytib o'ringlar. Malayziyami, Indoneziyami bilmayman. O'zbekiston deganimdan keyin to'xtadi u. Keyin mendan qarab, license platelarimni olib, rasmlar olib, adashmasam kompaniyamizning rasm o'sha logotipiga rasmlar olib, men sizlarni ICEga beraman deb chiqib ketdi. Aka, ukalar, boxabar bo'linglar, kim mana shu facilityga borayotgan bo'lsa, maksimalni iloji boricha bormanglar.